Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan onlayn biznes qanday rivojlantiriladi va onlayn biznes o'zi nima? Yoki bo'lmasa onlayn biznesda o'zi qanday qilib $1000 oyiga daromad topish mumkin? Yoki undan ham ko'proq daromadlarni qanday topsa bo'ladi degan savollarga javob topamiz. Men ismim Yulduzxon Sharimetova, 6 yillik tajribaga ega Instagramda blog rivojlantirish bo'yicha ekspertman. Bugungi kunda 4 ta biznesga asos solganman. Ularni onlayn mana shunday ko'rinishda rivojlantirib kelmoqdaman. Va umumiy hisobda bizda 200 mingdan ortiq obunachilar va doimiy sotuv va daromad bor. Shuni men endi YouTube kanalimda sizlarga ham o'rgatmoqchiman. Demak, agar siz onlayn biznes qilmoqchi bo'lsangiz, yaxshilab joylashib oling va albatta daftar ruchkalarni ham unutmaymiz, chunki bugungi videoda oladigan insaytlaringiz sizga onlayn biznesni boshlashingiz uchun birinchi qadam bo'lishiga ishonaman. Onlayn biznes o'zi nima degani? Onlayn biznes bugungi kunda marketplace'da, Instagramda, YouTube'da, Telegramda farqi yo'q. Qayerda onlayn ko'rinishda telefon orqali obunachilar bilan birgalikda auditoriya bilan ishlab turib, sotuv qilish tovarning biznes hisoblanadi. Men boshqa onlayn bizneslarni bilmayman. To'g'ri, hozirgi kunda boshqa, misol uchun Cityboy onlayn bizneslar deylik, qanaqadir kompaniyalarning mahsulotlarini sotish yoki qanaqadir yana boshqa onlayn biznes turlari bor, lekin men sizlarga buni o'rgatish niyatim yo'q. Shunchaki faqatgina tovarning biznes haqida gaplashamiz. Iltimos, o'ylamanglar, что bu narsa qanaqadir tez, oson va yengil topadigan pul turi deb. Unday bo'ladigan bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'rmasangiz ham bo'ladi. Lekin men sizlarga o'rgatmoqchi bo'lgan narsa 100% natija beradi va sizni yaxshi daromadga chiqishingizga, hattoki oyiga $1000 dan ko'p ham daromad topishingizga 100% yordam beradi. Faqat buni siz to'g'ri amalga oshirishingiz va harakat qilishingiz lozim. Xo'p, birinchi bo'lib tovarning biznes o'zi nima ekanligini ham tushunib olishimiz kerak. Tovarning biznes Xitoy davlatidan O'zbekiston, Bishkek yoki boshqa SNG, Amerika yoki bo'lmasa Yevropa davlatlari farqi yo'q. Qayerdan bo'lsa ham tovar sotib olib, uni ustiga o'z daromadingizni qo'yib, onlaynda auditoriyaga sotish hisoblanadi. Bugungi kunda onlayn biznes O'zbekistonda juda ham tez rivojlanmoqda. Misol uchun statistik ma'lumotlarga qaraydigan bo'lsak, hozirgi paytda onlayn biznes oldingi yillarga nisbatan juda ham tez rivojlanmoqda. Hattoki 2026-yilda bu narsa offlayn biznesdagilarni biznesiga katta ta'sir qilishi уже statistik ma'lumotlar bilan isbotlanadi bo'lmoqda. Ya'ni siz agar onlayn biznesni 2026-yilda boshlamoqchi bo'lsangiz, unda siz to'g'ri yo'ldasiz. Nimaga? Hozirgi kunda mijozlar ekran orqasida. Ya'ni bugun kim ekran orqali kontent ko'rayotgan bo'lsa, Reels, Shorts, TikTok, Telegram kanallari farqi yo'q. Aynan ular sizni mijozlaringiz. Siz ularga o'z tovaringizni reklama qilish orqali sotishingiz va bu orqali yaxshigina daromad topishingiz mumkin. Misol uchun men o'zimni bizneslarimni birinchi offlayn tochkada boshlaganman, lekin offlayn magazin bo'lishiga qaramasdan birinchi bo'lib lokatsiyamiz chekkaroqda, ya'ni lokatsiya markazda emas. Undan tashqari bizni yon atrofimizda ham gavjum joylar yo'q. Misol uchun odamlar tez ko'p o'tadigan o'quv joylari yoki boshqa joylar yo'q. Hamma narsa bizda faqat onlayn reklama orqali sotiladi. Shuning uchun ham birinchi bo'lib biz Instagramga fokus qaratganmiz. Instagramda auditoriyani 6 oy ichida 100 mingdan ortiq obunachi yig'ib, un orqali juda ham katta sotuvlar qilganmiz. Bu narsani men sizlarga ham shuning uchun bemalol o'rgata olaman. Menimcha tushunib oldik. Onlayn biznes demak, siz qayerdan tovar olishingizdan boshlanadi. Ya'ni O'zbekiston bozorlarida men birinchi onlayn biznes boshlamoqchi bo'lganlarga tavsiya qilgan bo'lardim. Nimaga? Biz misol uchun Xitoydan tovar olib kelib sotamiz. Xitoy davlatida albatta ko'p tovarlarni, bizda yo'q noodatiy tovarlarni ham topish va sotib olib sotish mumkin. Lekin Xitoydan siz agar yaxshi поставщикni bilmasangiz yoki yaxshi kontaktlarni bilmasangiz yoki bo'lmasa marketplace'dan yaxshi sifatlilarini tanlashni bilmasangiz va ko'p pulga tushib qolishingiz mumkin yoki masalan kichkina qilib olib keyin uni sotib kengaytiradigan bo'lsangiz ham siz ko'p vaqt yutqizishingiz mumkin. Ammo O'zbekistonni oftim bozorlarida ham juda ko'p narsalarni topish mumkin. Deylik, kiyim-kechak deysizmi, kosmetika deysizmi, suvenir deysizmi, har bittasiga men o'zim borib yurganman. Trikotaj mahsulotlari yoki masalan texnikalar, hamma
hamma narsa O'zbekiston optim bozorlarida juda ham ko'p. O'zimizda biladigan o'sha Toshkentdagi Abu Sahiy, O'rikzor, Bekbaraka bozorlari eng birinchi katta nuqtalardan biri hisoblanadi. Bu haqida alohida video chiqaraman va qayerdan qaysi mahsulotni olish eng yaxshilari ekanini bu haqida ham bilib olishingiz mumkin. Yana bitta narsa, siz hozirda O'zbekiston o'zi ishlab chiqarayotgan mahsulotlar ham bor. Bular o'sha Qo'qon, Farg'ona, ya'ni vodiy tarafdagi bozorlar hisoblanadi. Lekin men o'zim bu bo'yicha shaxsiy tajribaga ega emasman. Shuning uchun bu haqida sizlarga maslahat bera olmayman, ammo o'sha yuqorida aytib o'tgan O'zbekiston optim bozorlarini o'zidan ham siz judayam ko'p xilma-xil tovarlar topishingiz mumkin va bu orqali birinchi biznesga qadam tashlasangiz bo'ladi. Endi siz tovaringizni topib bo'lganingizdan keyin qiladigan yo'nalishingiz bu albatta nisha tanlash. Nisha tanlash, ya'ni sizni o'zingizni qaysi yo'nalishni yaxshi ko'rasiz, shunga qarab nisha tanlashingizni maslahat beraman. Albatta yo'nalishi juda ko'p. Kosmetika, tovar, bu kiyim, bu bo'lishi mumkin bolalar mahsuloti, bu bo'lishi mumkin texnika, shtativ, farqi yo'q. Ya'ni siz o'zingizga yoqadigan mahsulot turini tanlang va bu orqali boshlab ko'rishingizni maslahat beraman. Eng asosiysi bu yerda to'g'ri tovar tanlab qolmang. Chunki kiyim-kechakni o'zida ham, misol uchun men o'zimdan misol keltiradigan bo'lsam, ayollar kiyim biznesi bilan shug'ullanaman va hamma kiyimni ham biz har doim ham zo'r sota olmaymiz. Afsuski, ba'zi bir modellar, ba'zi bir ko'rinishdagi kiyimlarni mijozini topish juda ham qiyin bo'ladi va bu bizga ba'zi paytlari minusga ishlaydi. Shuning uchun albatta nisha tanlashda o'zingizga to'g'ri keladigan nishani va albatta odamlarga ham qiziq bo'ladigan, odamlar ham sotib olishga qiziqadigan nishani tanlashingizni maslahat beraman. Keyingisi esa bu qanchadir so'mma biznesga tikish. Xohlaymizmi, yo'qmi? Biznes qilmoqchi bo'lgan har bitta insonga qanchadir so'mma biznesga tikishiga to'g'ri keladi. Ha, to'g'ri, umuman biznesga pul tikmasdan ham ishlaydiganlar bor. Misol uchun Telegram adminkalar degan bloklar bo'ladi. Ya'ni odamlarga reklama qilib gruppada odam yig'adi, o'sha guruhda odamlarga tovar tashiydi, qiziqtiradi va o'sha tovarni tanlagan odamlarga, ya'ni ular ustiga foydasini qo'yib, deylik 20, 30, 40, 50 farqi yo'q, bilmayman, hamma har xil ishlaydi va u orqali o'sha mijozlariga deylik tovar sotadi. Ya'ni hech qanday pul tikmasdan ustida o'zini foizini ko'radi. Bu ham yaxshi, lekin meni maslahatim birinchi boshidan ham kamida $50 dan $100 gacha pul tikib, ya'ni 500 mingdan 1 milliongacha pul tikib turib biznes boshlash. Aynan shu narsani men o'zimni Telegramimda ham alohida dars sifatida, jonli bepul dars sifatida o'rgatyapman. Agar sizlarga qiziq bo'lsa, meni Telegramga ham obuna bo'lib ketishni unutmang. Telegramda sizlar bilan qanday qilib mana shunday auditoriyani yig'ib, ham sotuv qilib, ham umuman biznesni to'g'ri boshlashni yana ham chuqurroq o'rganib boramiz. Va yana bitta ajoyib tarafi, men o'zimning Telegram kanalimda bepul dars ichida eng zo'r nishalardan, biznes uchun eng zo'r nishalardan bittasi bo'lgan mana shu soat nishasi uchun mutlaqo bepul 1 millionlik tovar bermoqchiman bitta insonga. Agar siz ham biznes boshlashni xohlab yurgan bo'lsangiz va qanday qilib boshlashni bilmayotgan bo'lsangiz, shunday soatlarni siz mutlaqo bepul yutib olishingiz mumkin va bu orqali biznesga birinchi qadam tashlashingiz mumkin. Hammani Telegram kanalimda kutaman. Xudo xolasa bepul darsimizda siz mana shunday tovarlarni yutib olishingiz mumkin. Va bu nishadan tashqari, bunday tovar nishasidan tashqari ham juda ko'p yo'nalishdagi nishalarni, tovarlarni men o'zi biznesimda qo'llab yurgan tovarlarni obunachilarim va biznes boshlamoqchi bo'lgan, endi biznes boshlashni xohlab yurgan insonlarga mutlaqo birinchi qadamga investitsiya sifatida sovg'a qilaman. Keyingisi, yo'nalishingizni tanladingiz, tovar oldingiz, hammasi zo'r. Lekin kimga sotasiz? Albatta yangi auditoriyangizga. Ya'ni Instagramda bo'ladimi, Telegramda bo'ladimi, TikTokda bo'ladimi, farqi yo'q. Albatta siz auditoriya yig'ishingiz kerak. YouTube'da ham hattoki biznesingizni qilishingiz mumkin. Buning uchun sizga kontent bilimlari, mobilografiya bilimlari lozim bo'ladi. Albatta bu videoda men sizlarga buni afsuski o'rgata olmayman. Niyatim bor, qanday qilib tovarni reklama qilish, qanday video olish kerak, qanday uni sotgan yaxshiroq bo'ladi, ularni metodlarini qisqacha va balki to'liq
videolarda ham o'rgatib borishim mumkin. Menga obuna bo'lib ketishni unutmang va kontentni qachon qilganingizda, qachonki tovaringizni qiziqtirib reklama qilganingizda sizdan ko'proq odamlar sotib olishni istashadi. Ya'ni bugun ko'rsatgan misol uchun soatni siz shunchaki menda soat bor deb profilingizga video qo'yib joylaganingiz bilan sizdan odamlar sirazi sotib olishmaydi. Lekin agar siz uni qiziqtirib, ma'lumot berib, uni pluslari, qanday paytda taqish mumkin, qaysi joylarga yaxshi ishlaydi yoki qanday luklar bilan chiroyli chiqadi, nima uchun aynan sizga soat lozim yoki soat insonga status berishini va soat orqali juda ko'p narsalarni hal qilish mumkinligini yoki qanaqadir vid berishini ko'rsatib, ya'ni uni pluslarini ochib bersangiz, unda sizga qiziquvchilar juda ham ko'p bo'ladi va aynan siz ko'rsatayotgan soatlarni ham sotib olishni istaydiganlar juda ko'p bo'ladi. Shuning uchun ham men o'z blogimda, Instagramimda, YouTube'imda hammasini to'laqonli tushuntirib borishga harakat qilyapman. Agar siz kontentingizni to'g'ri qiladigan bo'lsangiz, biznesingizni bor yo'g'i 1 oy ichida mana shu $1000 etayotgan daromadga olib chiqishingiz mumkin. Xo'p, endi buni qanday? Birinchi bo'lib deylik, sizlarga o'sha podarkaga deymizmi, sovg'aga bermoqchi bo'lgan tovarimizdan misol qilib oladigan bo'lsak, 1 millionlik tovar. 1 millionlik tovarni siz qancha onlaynda sotishingiz mumkin? Deylik, boshlanishiga faqat 1 ga 1 foyda bilan hisoblaymiz. O'zi aslida kechirasizlar-yu, bu videoni balki kimlardir ko'rayotgan bo'lsa, meni yomon ko'rib qolishi mumkin, lekin onlaynda hamma ham 1 ga 1 qo'ymaydi. 1 ga 2-3 barobar qilib qo'yib sotadigan insonlarni men juda ko'p bilaman va ular birinchi nishani to'g'ri tanlagan va yaxshi reklama qila oladigan bo'lgani uchun va ko'proq insonlarga sotishni bilgani uchun ham mana shunday ko'p daromad qilishadi. Buni ham albatta o'ziga yarasha yaxshi taraflari bor. Deylik, siz tez katta pulga chiqishingiz mumkin. 1 million bilan boshlab 1 oyda bemalol $1000 daromadga chiqib qo'ysangiz bo'ladi. Lekin agar yo'q, men ko'p qo'ymayman, faqat shunchaki 1 ga 1 foyda qilib sotib qilmoqchiman deydigan bo'lsangiz, 10 ta soat har bittasi 100 ming so'mdan sizga kelib turibdi deb hisoblaylik. Siz 10 ta soatni 250 mingdan sotishingizni maslahat beraman. Misol uchun men o'zim sizlarga sovg'a bermoqchi soatning ichida ikkitasi aynan shunday 100 ming so'mlik soat, u soatni siz bemalol 250 ming, 350 mingdan sotsangiz bo'ladi. Chunki sifati, ko'rinishi bunga полностью соответствует, ya'ni tovarni haqiqatan yaxshi sotsa bo'ladigan, kачествоsi, sifati juda ham zo'r. Qolganlarini ham 100 mingdan 150 minggacha bemalol sotish mumkin. Ya'ni siz har bitta soatni ustidan 100 ming so'm foyda ko'rganingizda ham siz bemalol 1 ga 1 foyda qilib 2 million qilib pulni umumiy hisobda chiqarsangiz bo'ladi. Xo'p, bu 2 millionni lekin siz keyin polni o'zingizga ishlatib yubormaysiz. 2 millionni keyin yana pulini soat qilib 4 millionni 6 million, естественно, shunaqa qilib 6 millionni yana 12 millionga aylantirishingiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, sxema juda ham oddiy, faqatgina bunda sizda eng birinchi e'tibor beradigan narsa soatga yaxshi daromadingizni qo'yish va undan tashqari siz uni ishlatib yubormasligingiz kerak. Tovarni pulini ishlatib qo'ygan kuningiz minusga ketasiz. Mana shunday siz o'zingizdagi qo'lingizdagi tovar orqali daromad topishingiz mumkin. Men o'ylaymanki, 2026-yilda kim agar onlayn biznesga aynan men ko'rsatgandek qadamlar bilan kirib kelsa va boshlasa, ular albatta yutadi. Nimaga? Chunki bugungi kunda onlaynda hali raqobat ko'p emas. Bilingki, raqobat ko'p bo'lgan joyda rivojlanish qiyin bo'ladi. Ko'p bizneslar boshlaydi, 90% bizneslar boshlaydi, keyin esa to'xtatib qo'yadi. Yoki 90% bizneslar ko'pincha onlaynda rivojlana olmaydi. Faqatgina 10% yaxshi biznesni rivojlantirishni bilganlargina bugungi kunda natija qilmoqda. Misol uchun, kuniga bugun shu videoni ko'rayotgan paytingizni o'zida minglab insonlar onlaynda biznes profil ochadi, lekin hammasi ham rivojlanib keta olmaydi. Bunga sabab to'g'ri kontentni qila olmasligi, bilim yo'qligi, reklama qila olmasligi, sota olmasligi. Faqatgina shu va motivatsiyasi yo'qligi. Faqat motivatsiyaga qarab harakat qiladigan bo'lsangiz, biznesda o'smaysiz. Agar men bergan metodlarni qo'llasangiz va uni ishlatib boshlasangiz, albatta biznesingiz tez kunlarda gullab ketishi mumkin. Men esa bunga sababchi bo'lsam juda ham xursandman. Agarda biznes orqali ko'proq daromad qilishni xohlasangiz, unda men sizlarni har bitta YouTube, Telegram, Instagram kanallarimda kutib qolaman. Xayr, sog', salomat bo'ling.